Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, futbol muxlislari. Hozir siz hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Men bu yerda buncha raqamlar turibdi deb, bu raqamlar Xudo xolasa o'z egalariga hozir topshiriladi. Bu Sovlig'or mahallasi, ya'ni G'uzar rayon, Qashqadaryo viloyati G'uzar rayon Sovlig'or qishlog'ining faxriylarining formasi. Bu faxriylarga havas qilib bizning shogirdlarimiz Ilhomjon Shoymardanov o'z hisobidan mana shu faxriylarimizni forma bilan, yangi formalar bilan taqdirlash uchun mana bugun bularni taqdirlash uchun berib yuborgan. O'sha sovg'alarni o'zlari yo'q, o'zlari bugun menimcha Nasafda o'yini bor ekan, shaqa ketdi. Futbol muxlisi ashaddiy. Hozir menda faxriylarimiz o'tiribdi. Assalomu alaykum, hurmatli faxriylar. Zo'rmisizlar? Hozir sovg'alaringizni birma-bir topshiramiz. Xudo xolasa. Xo'p, video chiqamizga beramiz. Yana bir assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Endi futbolni rivojlantirish maqsadimiz. Doim sportchilar ko'paysa, elda, yurtda mana ko'ryapsizlar. Dunyoni larzaga solayotgan O'zbekiston bo'ladi, bilib qo'yingizlar. Bokschilarimiz, mana futbolchilarimiz ham azartli o'yin ko'rsatdi. Endi hammasi bizning sof, vijdonli yigitlarimiz doim g'alaba qozonsin. Bularning duogo'ylari mana bu yerda ko'rsataverasiz. Faxriylarimiz o'tiribdi. Faxriylarimizga ham doim omadini bersin. Nevaralaringiz jahon chempioni bo'lsin. Endi formalar topshiramiz. Mana shu akalarimizni doim yoshiga yetib futbollar o'ynab beraylik. Bu yerda hozir eng qari faxriy, qari desak xafa bo'lmayapsizlar. Faxriy futbolchimiz Xolmurat aka Javliyevni chaqirib olamiz. Varatabonimiz. Xolmurat aka bir keling endi. Aha. 61-yilda tug'ilgan Xolmurat akamiz. Endi hozir men qaysi oydaligini bilmayman, lekin endi yil oyisi. Assalomu alaykum. Bovoz zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Sizni mana shu Sovlig'or qishlog'ida, ya'ni futbol muxlislariga juda bir yaxshi o'rnak bo'lgansiz, varatabon bo'lib. O'g'illaringiz ham bilaman, zo'r o'ynaydi. Sizga arzimas bo'lsa ham mana shu sovg'amiz bor. Xudo xolasa endi mana Xolmurat boboning endi varatabonning formasi birinchi raqam. Albatta ishingizga rivoj. Nasib bo'lsa bundan keyin nasib bo'lsa hop hay yashang. Hop gol. Bundan keyin gollar o'tkazmaysiz. Sizni taqdirlaymiz. Doim omadingizni bersin. Bitta ko'rsatib qo'ying, shu yerda turasiz, hozir boshqalarni ham chaqiramiz. Endi Sovlig'orimga, qariyalar futboliga qasamyat qilaman, gol urdirmayman. Endigi raqamimiz 11. Xo'p, 11-raqam. O, yoshga qarab bo'layapti, uzr, yoshga qarab bo'layapti. Ali Bulahidin. 11-raqamimiz Sharif aka. Keling. Bugun yalanayak kiysangiz ham mayli edi. Sizni ham tabriklaymiz. Forma bilan, forma qulluq bo'lsin, nasib bo'lsa doim omadingizni bersin. Mana forma. Doim ishlariga rivoj. Forma qulluq bo'lsin. Rahmat. Hozir endigi raqamimiz Xolbay aka Qurbonov. Biz ustozimiz bo'ladi. Yashasin. Xolbay aka. Eng bizning azat futbolchimiz. Menimcha bu raqamda endi shu Xolbay akaning raqamini kiyay deb bolalarimiz nima bo'lsin-da, nima deydi, bir o'zicha bir havas qilsin-da. Ustoz, tabriklaymiz. Sizga ovoz. Xudo nasib qilsin, hammaga ham mana shunday. 60 yoshda ustoz. Bitta qarsak bo'lsin. Mirjalol Qosimovning nomeri, Sergey Baltasharning nomeri. Voy yashang. Endi yana bitta. Qahramon aka, Qulmirza 5-raqam. Kim bu? Qahramon aka Qulmirzayev. Xo'p, 70-yilda tug'ilgan. Nasib bo'lsa, mana bu 5-raqam. Bu kishiga ham omad ishlaringizga aka. Doim
Futbolda muxlislaringiz ko'paysin. Omadingiz bersin. Qarshi chalib qo'yamiz. Endi 7-raqam. Xolibaka Rajabov. Bu kishi ham bizni eng birinchi futbolga meni qiziqtirgan odam Xolibaka Rajabov. Tashkilotchi. Endi sizlarga bitta gapni aytaman. Menga birinchi futbolda to'garak o'tgan odam bo'ladi bu kishi. Bitta bu kishining ana shiori bor-da. 16 ning ichiga keldingmi degan. Endi 7-raqam ko'rib qo'ying. Butun bir futbol muxlislari eshitsa mayli. Men o'zim ham hujumchiman. 16 ning ichiga kirdingmi tep deganda, ovchining hamma o'qi ham nishonga tegavermaydi degan. Shuning uchun ustoz mana shu maqolga hamisha amal qilaman. Doim 16 ning ichiga kirganing hech kimga teglamayman. Ustoz tabriklaymiz. Hurmatli buyuring. Endigi raqamimiz hop. Opraka Javliyev. Yo'q, Menimcha 10-raqam bo'lishi kerak. Opraka Javliyev hamma qimmat raqam. Eng qimmat raqam. Bir tandir samsasi bilan. Hujumchimiz eng hozir 73-yilda tug'ilgan akamiz, eng zo'r futbolchi, o'zining davrida futbol muxlislariga ega bo'lgan. Hozir ham endi juda zo'r o'ynaydi. Akaga doim omad aka. Messi. Haqiqatan Messi. Endi nomerimiz 8-nomer. Hamdam aka, Rustamov, keling. 8-raqam Hamdam aka Rustamov. Bu kishi ham zo'r himoyachi, o'zining hozir jamoasida zo'r himoyachi. Doim ishlaringizga omad, charchamang. Rahmat. Charchamang. Formani kiyib turing hozir. Rasmga tushasiz. Baxtiyor, kelinglar sizlar ham urunoq qilasiz. Endigi raqamimiz 6-raqam qani? O'zini nima deydi? Egalarining hozir 6-raqam Bahodir aka Avazov deydi. Bu kishini laqabi bor. Bu kishini endi nima deydi? Bu kishini o'ziga yarasha bir nosi bor. Bulut degan nomni olgan. Hujumda ham o'ynaydi, Bulutga o'xshab, zashtada ham, himoyada ham o'ynaydi. Endi menimcha juda zo'r himoyachi ham hujumchi. Universal. Tabriklaymiz. 6-raqam. 6 ta gol soladi endi. Hozir qarang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra keling. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Bahodir Yaqobdir, men kiyib nari qo'yib turing. Bahodir aka, nari qo'yib. Ba'zi bir sabablarga ko'ra 2-nomerimiz, 3-nomerli o'yinchimiz, faxriy o'yinchilarimiz, qarang. Faxriy o'yinchilarimiz, faxriylar deb yozilgan. 9-nomerli o'yinchilarimiz kelmagan. Bu yerda hozir 2 ta himoyachimiz bor, bitta hujumchimiz bor. Endi bitta bu akalar bilan bitta biz rasmga tushamiz. Keling, bizni bir yorug'roqqa tushiring. Hurmatli muxlislar, faxriylar, yosh futbolchilar, men o'zim videoni oldim, men tanishtirib chiqaman. Faxriylar degan futbolka, yangi futbolka homiyimiz. Rahmat. Biz ham sizni yoshingizga kirganda formalar taqdim etdi. Bitta narsani talab qilaman, o'sha sport yoshlar